Hozir ijtimoiy tarmoqda, butun ijtimoiy tarmoqda Gold, ya'ni Shahzod Qashqadaryoni bolasi haqida videolar chiqyapti. Ba'zilar yomonlayapti, ba'zilar yaxshilayapti, ba'zilar keldi O'zbekistonga qamaldi deyapti, ba'zilar ochiqda Tailandda yuribdi deb gapirishyapti. Men Goldni aeroportdan tushgan vaqti, Toshkent aeroportiga Tailanddan uchib tushgan vaqti xabarni eshitganman, qadrdonlar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra qandaydir janjalli holat bo'yicha ichkariga olib kirib qo'yishganligi haqida men o'sha kunni o'zida eshitgan edim. Internet ijtimoiy tarmog'ida bu muammoga aralashmoqchi emas edim. Qarasam aralashmasam bo'lmaydi. Ba'zi bir yaqinlarim, o'zim bilan bitta dasturxonda non tuzib yurgan insonlarim Shahzod haqida noto'g'ri videolar chiqarganini ko'rib, bu temaga aralashmasam bo'lmaydi. Shu qatorida o'zimni ham Tailandda yurgan vaqtida beayb oilamni rasmlarini, ukamni, oilamda oila a'zolarimning rasmlarini bitta bir bemazaga qo'shilib chiqartirib, o'zimni ham ozgincha dilimda og'ritib qo'ygan edi. U bola yomon bola emas. Har bir erkakning boshida shunday bir sinovi bo'lar ekan. Aziz, ya'ni senga gapirmoqchiman do'stim. Seni ham bola chaqang, ota-onang bilaman yaxshi bo'lasan, gapimni olasan. Alloh uchun kechir shu bolani, seni ham, meni ham beayb hech qanday bir narsasiz. Men neto postupkada meni ham oilamni videolarini chiqarganligi uchun ozgincha dilim og'rigan edi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, Gold haqida men hamma narsani, hamma ma'lumotlar mengacha yetib kelyapti. Xudo xolasa, hozir tergovda yoki qandaydir endi davlat ichida bo'layotgan siyosatga aralashmaymiz. Davlatda o'zini organ xodimlari nazorat ostida, xudo xolasa oq bo'lsa oq, qora bo'lsa qora, davlatda o'zi hukmini o'qiydi. Nima demoqchiman? Aziz, seni ham, meni ham dilimda ozgincha bo'lsa ham og'ritgan. Men Alloh uchun shu bolani kechirdim. Beayb Parvardigor, sen ham kechirib qo'y. Hech kimni boshiga bunday kunlarni solmasin. Bolasini, otasini, onasini, yaqinlarini, qarindosh urug'larini hammasini yoniga tez orada qaytsin. Duo qilamiz, boshqa nima qilamiz aziz qadrdonlar? O'zbekistonga kelgan vaqt xabarim bor edi. Video chiqarib bir qandaydir ochko bir narsa emas. Prosta bu videoni chiqarayotganimdan sababi meni ham ozgincha dilimda og'ritib, oila a'zolarimning rasmini tarqatib, bir qandaydir bir tushunmovchiliklar orqasida meni ham ozgincha dilimni og'ritganligi uchun bu videoni chiqaryapman. Alloh uchun kechirdim. Aziz, sen ham kechir. Boshqa bir negativ, boshqa bir bilib bilmasdan video chiqarayotganlar, sizlarni ham boshlaringga bunday kunni solmasin. Ilohim har bir farzandni onasidan, otasidan ayirmasin, ota-onani farzandidan ayirmasin. Joning sog' bo'lsin Shahzod. Tez kunda yaxshi kunlarda ko'rishaylik.